Alloh o'ziga ma'qul kelgan bandalarni karomat bilan siylab qo'yar ekan. Ya'ni oddiy bandalarning qo'lidan kelmaydigan ba'zi bir ishlar bilan shu bandasini qo'llab qo'yar ekanki, ko'rgin, agar Allohning yo'lida yursang, Alloh seni ham qo'llaydi. Umuman hayolingga kelmagan joydan seni qo'llab qo'yadi degan ma'noda Alloh ko'rsatib qo'yar ekan, zohir qilib qo'yar ekan goh-gohida. O'zlari aytib berganlar. Bir kun deydilar, bolalarim yosh edi deydilar. Mashinaga chiqardim. Namangandan kelayotib, bir katta kanalni bo'yiga keldimda, yozi issiq kuni edi. Bir cho'milgim keldi. Bolalarimga aytdim, o'g'il qizlarimga, sizlar mashinadan tushmasdan hozir o'tirasizlar. Meni kanalga qanday kalla tashab, qanday suzib cho'milishim bir tomosha qilasizlar dedimda, mashinadan tushdim deydilar. Tushib, yugurib kelib kanalchi qirg'og'idan kanalga sakradim, kalla tashladim. Shu kalla tashlaganimni bilaman, ichkarida nimagadir o'ralashib qoldim. Harakat qilyapman, suvdan chiqa olmayapman deydilar. Bolalarim mashinaning ichida menga hayqirishib, dadam suvga kalla tashladilar deb xursand bo'lib turgani ko'z oldimdan ketyapti. Lahzalar ichida butun dunyo ko'z oldimdan o'tdi. Bu yerdan najot topolmasligimni bildim. G'arq bo'lib o'lishim shundoq ko'z oldimda ko'rindi va Allohga yalindim suvning ichida. Lahzalar ichida ketyapti bu narsa. Allohga yalim, yo Robbim, 30 pora Qur'onni menga yodlashga muvaffaq qilding. Nahotki endi yodlattirgan Qur'oni Karimga xizmat qila olmasam o'lib ketaman. Nahotki 30 pora Qur'onni birovga dars bera olmasam o'lib ketaman. Mashinaning ichida o'tirgan bolalarim nima deydi? U bolalarim mashinaning ichida qanday qolib ketadi, qanday ahvolda qoladi? Yo Robbim, 30 pora Qur'onning hurmati meni qutqar deb yarin yolvordim suvning ichida deydilar. Shu paytda o'zlari aytib berdilar. Bo'ynimda orqasidan bitta narsa shunday ushadi. Ushab turib shunday uloqtirdi. O'zim bilmayman, kanalning ichidan shunday baland uchib chiqib ketdim. Borib tikonzor yantaxning ichiga tushdim deydilar.